Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugungi obyektimiz shu shitga bir fazali va uch fazali uchotchimizni akkuratniy qilib joylayapmiz ichiga. Shitga. Mana bitgandan keyingi holati. 3 fazali uchotchi, bir fazali uchotchi. 3 fazali uchotchidan avtomatga, rel напряжениеga, uzoga, avtomatdan stabilizatorga o'tyapti. Bir fazali uchotchiniki bu. Rel напряжениеsi to'kinaga tushganga. Difi, avtomatlari ikkitasi uylar uchun bo'lib ajratib qo'ydik. Bittasi shitni o'zini liniyasi, chirog'i uchun. Bu 3 polsi papa mama uchun. 0 bir fazaliniki bu 3 fazaliniki. Shitni zilari akkuratniy chiqqan. Ko'rsangiz bo'ladi. Mana hozir shitni yoqib ko'rsam chiroqlarini. Ochilgan vaqt yonadi, yopganimizdan keyin o'chadi. O'zi avtomatik qildik. Mana bitgandan keyingi holatlarni ko'rsangiz bo'ladi.